Assalomu alaykum, yaxshilar. Qabrimizda 15 yasharlik velopoygachi ikkinchi o'rinda olibdilar. Viloyat bosqichida bemorni ko'rish nasib qildi. Maqsad nima bo'lgan? Bular jahon chempionatiga chiqishgan bo'lgan. O'shanga medosmotrdan o'tishayotganda klapanlarida tug'ma nuqsonlangan, ya'ni 2 tabaqali deyiladi. 2 tabaqali degani mana ko'rib turibsizlar. 2 tabaqali o'zi 3 tali bo'ladi. Alloh taolo yaratgan, bular 2 tabaqali ekan. Endi 4 tabaqali ham bor. Biz ko'rganmiz. Endi bu ziyon qilyaptimi yo'qmi, shu asosiy rol o'ynaydi. Ziyon qilayotgani mana ko'rinib turibdi. Ya'ni klapanda bu yetishmovchilik yo'q degan. Ya'ni klapan o'zi bilan oldingi qo'qni chiqarib orqa qaytarmasligi kerak. Mana orqa qaytarib yuboryapti. Tezligini ham o'lchab berdik. 1-daraja. Ozgina bukilishi ham bor bu orqa klapanda. Bularda jismoniy zo'riqish bularga mumkin emas, ya'ni professional sport